Go'shtli pirogga xolasi, farsh, piyoz, qizil yashil bolgarskiy, pomidor, tuxum, aralash ziravor, ukrop, kinza hammasini yaxshilab aralashtirib, katta lavashga birinchi sir, ustidan lavash, ustidan nachinka, yana lavash, ustidan sir qilib, zich qilib o'rab, ustidan tuxum sarg'i, kunjut sepib, 120 gradus 25 minut duxovkaga boramiz. Yetgancha qizlajonlar, har doim ham hamma retseptlarim esimda turavermaydi. O'sha payt menga yordamga planshetim keladi. Voy, ishtahiy ochilib ketdim. Mazasiga gap bo'lish mumkin emas, olinglar. Har doim sizlar bilan yengil, oson retseptlar bo'lishim sababi, bilasizlar, oilaviy bir nechta bizneslarimiz bor. Bu hammasiga ulgurishim uchun kunli rejamni to'g'ri tuzishim kerak. Huawei MatePad 11.5 Papermate versiyasi ko'zlarimni asraydi. Maxsus Papermate ekrani bilan jihozlangan. Professional darajadagi VPS Office ilovasi bilan hujjatlar ustida samarali ishlayman. Yozish chizish yana ham qulay. Professional darajadagi bloknot ilovasi ham bor. Mazza qilib kino ko'rishingizga hattoki quyosh ham to'sqinlik qila olmaydi. Kuchli va sig'imli soat batareyasi kun bo'yi ishlash uchun yetarli. Huawei MatePad 11.5 bilim, ish va ijod uchun mukammal tanlov.